Uy soldim, g'ishtlarini urib, devorlarini ko'tarib, tayyor qildim, tomi qoldi. Tomini qanday materialdan yopishim kerak deb o'ylanib o'tirgan aka-ukalarimizga, O'zbekiston xalqiga ajoyib video qildik, xudo xolasa. Konteyner profilidan yopilayotgan, hozirgi kunda straplari tayyor holatda bo'lgan tomimizni sizlarga arzon qilib ko'rsatamiz. Albatta, uy-joy solayotgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammalaring yaxshimisizlar? Albatta tom yoptiraman degan aka-ukalarimizga pastga nomerlarni qo'yapmiz. Biz konteyner profilidan 15, 20, 25 metrgacha bez ustun tomlarni, naveslarni yopib o'rnatib beramiz. Albatta, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Barcha materiallar o'zimizning hisobimizdan o'zimiz birgalikda olib boramiz aka-ukalar. Tomimni yoptirishim kerak, ya'ni navesim bor, navesimi yoptirishim kerak degan yurtdoshlarimizga ustakalarni qayerdan topsam bo'ladi deb albatta qidirishadi. Pastga nomerlar qo'yapmiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Biz konteyner profilidan tom naveslarni, ya'ni 10, 15, 20, 25 metrgacha bez ustun naves tomlarni konteyner profilidan yasab o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Barcha konteyner mahsulotlarini o'zimiz birgalikda olib boramiz. Ya'ni materiallar barchasi o'zimizdan. Qadrdon aka-ukalar, ko'rib turgan tomlaring eni 12 metr, uzunligi 18 metr. Bez ustun qilib mansardli tom yasaganmiz. Ko'rib turishlar juda ham ajoyib chiqqan. Imijlari o'ziga yarashgan. Biz konteyner profilidan har qanday tomlarni yasab, o'rnatib, yopib beramiz qadrdon aka-ukalar. Takroran aytaman, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Konteyner profilidan juda ham ajoyib qilib yasab, o'rnatib beramiz. Konteyner profiliga keladigan bo'lsak, konteyner profili bo'yicha tushuncha bering degan aka-ukalarimizga, konteyner profili bozor profillaridan ancha arzon bo'ladi, ancha mustahkam bo'ladi. Qo'rqmasdan bemalol tomlaringni yoptirishlaring mumkin. Har bir qilingan ishlarga javob beriladi. Qadrdon aka-ukalar, O'zbekiston xalqi. Har qanday tom naveslarni konteyner profilidan juda ham mustahkam qilib yopib o'rnatib beramiz aka-ukalar. Arzonligi arzon albatta. Ya'ni bozor profillaridan ancha arzon. Mustahkamligiga keladigan bo'lsak ham albatta bozor profillaridan stenalari baland, mustahkamligi ancha bozor profillaridan mustahkam. Murojaat qilaverasizlar, pastga nomerlar qo'yapmiz. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab konteyner profilidan har qanday tomlarni yasab o'rnatib beramiz. Salomat bo'linglar.